olsa rahmat bana bundan götüre. Bana ekonomi mamlakatla ekonomi. Oğlum onu işler geliyor ekonomi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlar ekologiya partiyasidanmisiz? Ha, xudoga shukr, mana ekologiya qilib, buni o'zi qilish kerak. Ekologiya oldin o'zi ishlash kerak mana. Baraka top. Mana shu ibrat bo'lish kerak. Mana taraykomizda, rahmonlikomizda. Ko'rdingizmi? Ekologiya oldin faqat o'zi ishlab ko'rsatish kerak odamlarga. Mana bir xil yomon ko'radi. Men ham shu oldin qilish kerak, harakat qilish kerak. Mana sizlarga bosib qoldi. Tarafı imamını elektrik götürene. Dikkatli olun şöyle. Bana şöyle Tot bo'ling. Hormaylar, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hormaylar. Mana oxirgi xo'jamashdi. Har doim mashinasi ko'ramiz mana shu baraka topdi buni. Sportga dagan. Mana biza ikkala partiya bo'yicha haqiqatni o'zi yapadi. O'zi ishga ko'rsatish kerak bo'ldi. Mana misol ben Jahongir ikkala partiyada a'zosiman. Xo'sh, shuni mashinani yaqinda ko'rsadik mana olmalarga ikkala olmadi. Mana olma ko'rsatadi. O'sdi. Ana qilish kerak obod qilishaylik buni. Obodlashtirish kerak sizlar. Mana prezidentlar-ku. Yashil makoti mana qissani o'ziga qo'y. Gapiga oldin karga qilmasdan o'ziga qilish kerak. Har doim ishvomni qo'lingni ko'rsatib qilib bersang, keyin xalq ketidan ergashadi. Men mana bir musulmon ko'rsa tashlab ketadi. Sal Iso bilan qilishga o'zim bilan. Musulmon tashlamaydi deyman. Mana ko'rmayapti. Mana. Hoji bo'lar mana shu chiqyapti. Musulmon tashlamaslar bo'ladi, necha to'rt tashlamaylik iltimos. Ekologiya rioya qiling deydi. Harakat qiling deydi. Bizani o'zida ish yomon ko'rgan odamlar bor ekan. Mehnat qilmaydi, mehnatni ham yomon ko'radi. Biroq hech kerak emas-da. Vaqt mehnat qilib bo'lib, bir odam ish qilganda shu yerlash kerak. Mana shu vaqtda ishlarni qilib, qaraylar. Mana rahmat ko'tarib, to'g'ri rahmat. Men olmay ketgan kun chiqdi. Amalda bajarish kerak. Og'izda emas, amalda qilish kerak. To'g'ri yursa, shuni qiymat qilgan yo'q. Mana shu endi kelajakka qolgan narsalar. Mashina atroflari, mana mashina obod bo'lishlari. Mana kecha shu bilan archani mana. Mana archani. Apteka sutini zo'rda. Bu archani ko'rdingmi mana? Shuni archani, apteka mana. Ko'rdingmi mashinani? Bu amalda oshish kerak, amalda qilish kerak. Mana ko'ring mana ko'ring. Minus tamam var, minus var. Hani başka karamaya mı? Kucak bekliyorum. Ben de 60 yaş gelip başlarlar. Size kareli itibarı verdim bana. Gülü. Hemen güller verin bana. Bana hamdeki bana. Ben bunu tuttuğum gülle, çıralı güller var. Nastaşı güllemesi. Bana. Bayramda. Bana. Gördün mü? Nastaşı güllemene başladı. Bu harakat qilsa bo'ladi. Ichkariga Nastashi jonlimi? Ha, jonli. Mana ichkariga. Yo'q, o't toptash kerak. Mana ichkariga kiradi. Mana bunlar mana. Ko'rdingmi? Bu masjid. Sana hozir masjidda anaqasida mana. O'zbekiston musulmonlar idorasi Toshkent viloyati vakilida Qibray tumani Dadamat Hoji Firda joy masjid. Joy masjid. Mana ichkariga ikkalasini qarang mana. Yaqinda ko'raman. Yuri. Kita kahmin oldu. Olacak yolda başka bir zumurda indik. Anamda siyahlar yanında. Doğru konuya konuya götürdü. Böyle götürdü. Bunların ilk kendisini mamsi mamları işi. Mamlara gitti bana. Yolda bıraktı. Ben yolda gidiyorum. Bu kadar gitti. Mamlara gidiyorum. Mam çoğdu. Vaqtinchalik so'ramdi uni. Vaqtinchalik to'g'ri so'ramdi, vaqtinchalik. To'g'ri xudo baraka topsin. Ana
Rashidgan o'g'li, Rahmat Rashid Usturashidning o'g'li Yoqubjon ukam baraka topib mashqqa jonli harakat qilyapti, homiylar qilib, Murzo bo'lsa o'shana. Otasi ruh shod bo'lsin. Mana mashqqa tushib vaqtinchalik To'g'rixon bo'ladi. Bu yoq tarafga karta qilib haqiqiy To'g'rixon so'zlab ketasiz. To'g'rixon so'ramiz, xalq yaxshi bo'ladi. Xalqni o'ylab o'tiribmiz. Sizmi e'tiborchi ming rahmat. Ekologiya partiyasidan Jahongirman. Xo'p. Harakat qilib vaqtlar men gapiraman. Biz oldin qilamiz ishni, ne gapiramiz. Mehnat qilgan ming rahmat. Tashabbus qilish kerak. Mayda harakat qilish kerak. Otash lekin bizlar ig'vo g'iybat qilganlarga biz Xudoga hisob qilamiz. Eng yaxshi ig'vo g'iybat men yaxshi bitta ko'chadagi 3-4 ig'vo g'iybat bitta ko'chadik, aylanib ketdik. Men ko'chadagi bitta misr olgan. Ko'chada juda insof bilan qilaman. Ko'chada butga tishab ketishyapti, yeb ichishyapti. Ne unaqa shuncha anaqa ekan, O'zbekiston dosh yuryapti. O'shaga iltimos qildim. O'tga dam olgan chiqqanlarga chiqib ko'rdik. Hozir ziyoratgohga bordik. Hamma butga qog'ozladi. Iltimosini olsin, olinglar deb aytaman-da. E'tiborchi ming rahmat avvalambor. Meni tarbiya qilgan ota-onamga rahmat avvalambor. O'tgan Alloh rahmat qilsin. Menga yelkadosh bo'lgan haqiqiy insonlarga rahmat. Lekin qarshi bo'layotgan mutahamlarga Alloh insof bersin. Yomon gap yo'q. Ig'vo g'iybatdan ko'ra mana yaxshi kerak namoz o'qir. O'zi tavorat qil, o'zi namoz o'qi. Bo'lmasa men bir ko'chada ketishim. Ilohim umrli uzoq e'tiborlar uchun ming rahmat, umrli uzoq bo'lsin xalqimning Alloh akbar. Yaxshi yuringlar. Rahmat. Qibrat tumani Yangi Xodim mahallasi Danxo'j masjidida intervyu olyapti.